Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Pulmaker. Do'stlar, bugungi videoyimizda Shiba Inu monetasini ko'rib chiqamiz. Bazaviy ma'lumotlar berishga harakat qilaman. O'shanga qarab xulosa qilishinglar mumkin. Monetani bahosini ko'rib turibsizlar, juda ham arzon, eng arzon monetalardan bittasi desam adashmayman. CoinMarketCap saytiga ko'ra hozirda 10-o'rinda turadi kapitalizatsiyasi bo'yicha. Shibani bahosi nimaga bunchalik arzon degan savolga javob bu предложениясida. Monetani предложенияsi bu 1 kvadrillionga teng. Yangilar hali tushunmaydiganlar uchun предложение bu o'sha mavjud Shiba Inu monetasini mavjud soni 1 kvadrillion moneta mavjud. Yana bitta ma'lumot, o'sha mavjud 1 kvadrillion предложениyadan yarmini razraботчиклар Vitalik Buteringa jo'natishgan. Vitalik Buterin kim bilmasa, bu Ethereumni asoschisi. Vitalik Buterin esa o'sha jo'natilgan monetani 10% xayriya ishlariga sarflab, qolgan 90% yo'q qilgan. Yo'q qilish ishlari qandaydir mavjud bo'lmagan yoki noma'lum kashalyokka jo'natishadi monetani va shunday qilib yo'q qilishadi. Shunday qilib bizda o'sha mavjud 1 kvadrillion предложениyadan yarmi qoldi. Shuni o'zida ham shunchalik arzon moneta. Hozirda juda ham o'zini maksimalniy nimasini ko'rsatyapti, bahosini. Kelinglar ko'rib chiqamiz. TradingView saytiga o'tib. Do'stlar, bu moneta eng boshida o'zi aslida hazil moneta hisobida paydo bo'lgan, hech qanaqa maqsadi bo'lmagan. Bu monetani ko'rib turibsizlar. Oxirgi paytda qanday o'sish berdi? Albatta sababi bor. Buni tushuntirib o'taman hozir. Demak, moneta qachon paydo bo'lgan? May oylarida, shu yilning may oylarida paydo bo'lgan. O'sha eng baland bahosi mana sariq liniya bilan ko'rsatilgan. Eng boshida, keyin albatta tushib ketgan bahosi. Keyin mana shu diapazonda mana oldi sotdi ishlari bo'lgan. Yo o'smagan, yo tushib ketmagan. Bu strelkacha bekorga turgani yo'q bu yerda. Bu strelka joyida men sotib olganman. Demak, iyul oylarida, o'rtalarida. Albatta $20 tashab qo'yganman. Bu $20dan albatta men voz kechganman. Shu yo'q deb hisoblayman. Chunki bu moneta juda ham riskovanniy, ya'ni tavakkal narsa. Bugun shunaqa o'sish beryapti, ertaga yo'q bo'lib ketishi ham mumkin. Demak, yaqindagina mana juda ham kuchli impuls berdi. Ko'rib turganlaringizdek. Albatta sababi bor. Bu yerda mana shu o'sish boshlangan joyda Coinbase birjasi o'z tarkibiga qo'shdi, ya'ni birjada sotib olishingiz yoki sotishingiz mumkin. Juda ham katta birjalardan bittasi Coinbase. Hamda o'sha CryptoKit bitta katta boy $45 million Shiba Inu sotib olgan. Shuni shu sababli mana juda ham katta o'sish bo'ldi. Keyin mana shu o'rtada rastorgovga ketdi, ya'ni sotib olish, sotish, kimdir sotdi, kimdir sotib oldi va yaqinda yana o'sish bo'ldi. Bu yerdagi o'sishning bir qancha sababi bor. Bu yerda hozir Robinhood degan birja bor. Juda ham katta birja. Hozirda ko'rib chiqyapti Shiba Inu'ni o'z tarkibiga kiritishni. Shunga o'xshagan bir qator yangiliklar majbur qildi Shiba Inu'ni bahosini o'sishni. Demak, meni $20 kelsak, meni $20 почти 10 barobar oshdi. Mana shu yerda meni $20 $200 atrofiga chiqdi. $200 dan o'tib ketdi. Ha, men sotmadim albatta, chunki men uzoq vaqtga sotib olganman. Unutganman desam ham bo'ladi. O'sha
bunaqangi o'sishlarda men sotmayman yaqin o'rtada. X10 ya'ni 10 barabar pulim ortdi. $20 $200 bo'ldi. Ammo men sotmadim. Albatta shunaqa mana srazi korreksiya boshlanyapti. Korreksiya. Ko'rib turibsizlar, pastga qarab ketyapti. Albatta o'sishdan keyin korreksiya ham bo'ladi. Korreksiyaga ham chidab berish kerak. Menga esa farqi yo'q. Shunchalik 10 baravarga oshadi, balki yana 10 baravarga tushib ketar. Men uzoq vaqtga sotib olganman. Yo'qolib ketsa, bu moneta 0 ga tushib ketsa, men $20 minusda bo'laman. Agar o'sishda davom etsa uzoq vaqt davomida, albatta значительный, ya'ni pribelga ega bo'laman. Demak, Shiba Inu hozirda razraботчиклар quruq o'tirishgani yo'q. Juda ham katta ishlar bo'lyapti. Shiba Inu'ni o'zini birjasi paydo bo'lyapti. O'sha Shiba Swap, u birjada Shiba Inu'ni sotib olishingiz, sotishingiz yoki staking qilishingiz, ya'ni o'sha protsentga qo'yib qo'yishingiz mumkin. Va asta-sekin kelajakda NFT paydo bo'lyapti. Shiba Inu'da NFT. NFT haqida отдельный video qilaman, kim tushunmasa. Demak, shunday qilib Shiba Inu shunday katta impuls beryapti. Почти bahosi 10 barobar ortdi. Istardikki o'sha boshqa altcoinlar ham shunaqangi impuls bersa. Do'stlar, investitsiyani o'sha mohiyati shunda, sotib olasiz va unutasiz. Albatta men ishonmagandim bu Shiba Inu'ni bu darajada o'sishiga yoki qandaydir kuchli monetaga aylanishiga. Hali ham juda ham o'sha tavakkal proyekt hisoblanadi o'sha. Bu 8-o'ringacha chiqdi, hozir 10-o'ringa yana tushibdi qaytib. Shunaqa gaplar do'stlar. Menimcha hozirdan o'zida sotib olish menimcha kerak emas, chunki o'zini pikovый значениясini ko'rsatdi, ya'ni anchagina o'sdi. Ko'ramiz, balki keyingi siklgacha yashab qolsa Shiba Inu dalshi o'sar. Demak, menimcha foydali ma'lumot bera oldim deb o'ylayman. Ko'pchilik xato qiladi, bozorga kirib eng birinchi eng arzon kriptovalyutalardan sotib oladi. Ya'ni Shiba Inu'ni masalan $15 $20 ga sotib olsa ko'p bo'ladi. Arzon moneta chunki. Bu xato narsa. Monetani bahosiga e'tibor bermang. Monetani o'sha nimasini o'rganish kerak. Maqsadini, mohiyatini, ichida nimalarni qamrab olgan moneta. Masalan, Solana bekorga o'sgani yo'q. Solana juda katta impuls berdi. Solana u ichida juda ham katta ekosistema, ichida ko'p narsalarni qamrab olgan. Shuning uchun ham shunday impuls berdi. Shuning uchun do'stlar, moneta sotib olayotganingizda e'tiborli bo'ling va monetani o'rganib chiqing. Maqsadi nima va nima ish bajaradi. Demak, do'stlar, shunaqa gaplar. Shiba Inu. Ko'ramiz, agar keyingi siklgacha sog' qolsa bu monetani albatta yana videolarini chiqaraman. Men esa o'zimni $20 unutganman. Bunaqangi impulslarda sotmayman. Demak, hammaga xayr do'stlar, hammaga omad, katta pribel, katta foyda. Ko'rishguncha.